Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar uchun antik avtomashina Cobalt topib qo'ydik. Mexanikasidan kim qiziqqan bo'lsa, polni radnoy kraskalari toza ustollaringizni keltirib ko'rsataringiz mumkin. 4 ta miyaqi balonlari bor. Avtomashinaning salon qismlarini ko'rsataringiz mumkin. Mexanika bir qo'l haydalgan, faqat salondan olib chiqib bir kishi haydalgan. Yurgani 145 ming. Propan gazda. Hozir kecha kundan orqa tomondan ham propan gazlarni hozir kecha qishki kuniga 6 ta rasxod qiladi 100 kilometrga propan mana xonalarni ko'rsataringiz mumkin. Bemalol polni radnoy Cobalt'jami. Kim agar shunday qilishdan qidirib yurgan bo'lsa, mexanika Cobalt haydayman degan akalarimiz uchun zo'r idealni taklif. Narxini ham kelishtiramiz. Agar batafsil narxi uchun mana salon qismlarida yana bir ko'rsatamiz. Eshiklarni ochishlarni ko'rsataringiz mumkin. Tiniqqina monitorchilargacha qo'yilgan. Kimga agar narxi qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tasiz, telefon qilaverasizlar. Yana undan tashqari hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz endi biz trading xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Kimda Cobalt, Spark, Nexia Ravon, Gentra avtomashinalari bo'lsa, xarid qilamiz va sotib olamiz va sotib berish xizmatlari ham bor. Bizda reklama qilib e'lon qo'yish ham mutlaqo bepul akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerga telefon qiling, bizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Amalarga rahmat. Nomum var, bular xotinlar, pul yo'q bo'lsam zato